Nihoyat qishlog'imga ham kelib oldim. Qayergadir adashib ketib, qayergadir teleport bo'lib ketdim. Nihoyat uyimga yetib keldim. Nima? Uyim nimaga mana bunday to'siqlar bilan yopilgan? Yo'q-mayo yo'qolganimda nimalar o'zgarib ketdi uyimga. Barchaga salom obunachilar, lekin qaranglar, uyim nimaga mana bu to'siq bilan yopilgan. Chinursin, lavaga tashlab yuboraylik. Yo'q-mayo ochib ko'raylik. Chinursin, o'zgina qoldi mana bu yerga tushib ketishimga obunachilar. Qaranglar, mana bu narsa nimadi? Yo'q-mayo. Qanday bo'ldi bu narsa? Uyimda yo'qolib birdan yuqori qoldi. Minecraft bug bo'ldi deb o'yladim, lekin uyimni qaranglar, almosli teshikmi mana bu? Nima bu obunachilar? Qanday paydo bo'lib qoldi? Tushib ketmasligimiz kerak. Qani mani kompyuterim, demonlarim nima pastga tushib ketdimi? Bularni barchasi sanduqni ochib ko'raylik. Hamma narsalarim joyida obunachilar. Nima yoki kim qildi ekan bu ishni obunachilar? Uyimdagida almoslar turibdi. Yo'q-mayo, qanday bunaqa narsa sodir bo'lishi mumkin? Obunachilar, iltimos siz tezroq obuna bo'ling, sababi 90% dan ko'proq odamlar obuna bo'lmayapti. Mana bu yerga tushdim. Qayerga kelib qoldim endi? Chinursin, yerni tagida nima, uyim tagida shunaqa joy bor edimi? Nima bu? Qayerga kelib qoldim men o'zi? Obunachilar, nima bu, parkurmi? Almosli parkur obunachilar. Mana bu qanaqa blok bo'ldi? Qiziq obunachilar, lekin mana bu yer qanday paydo bo'lib qoldi? Men hayron qolyapman. Uyim ko'rinyapti. Divanlarim ham pastga tushib ketganmisam, pastda ham yo'q. Obunachilar, iltimos obuna bo'ling. Sizga qaysi YouTuber yoqadi kommentariyaga yozib keting. Bunga sakraymiz. Nima? Suvga borish kerak bo'lib qolma. Obunachilar, nima edi mana bu blok? Fake blokmi? Menimcha mana bunaqalar fake blok bo'lsa kerak obunachilar. Bu ham fake menimcha. Mana bu haqiqiy blok. Bu yerda fake bloklar ham bor ekan. Mana buchi. Bu ham fake blok. Rangi juda boshqacha obunachilarda. Faqat mana shunaqa bloklarga sakraymiz. Bularning barchasi fake. Endi bunisiga. Xo'sh, mana bu yerda yana bitta turibdi. Mana qaranglar, ichiga kirib ketyapman. Demak, bular fake. Mana bu haqiqiy blok, bu ham, mana bu to'g'ridagi ham, mana bu fake obunachilar. To'g'ridagi haqiqiy blok bo'ldi. Ajratib olish oson ekan. Sakraymiz. Ana bu yerda eshik bor ekan. Davay eshikka sakraymiz. Ajoyib ochamiz. Xo'sh, bu yer qanaqa joy bo'ldi endi? Kodni terish kerak. Qanaqa kod? Lapatga tagimda narsalar turibdi. Demak, qozishim kerak. Nimadir chiqdi. Mana obunachilar, sanduq chiqdi. Qani ochib ko'raylikchi. 1290. Birpasda kodni topib qo'ydimmi? 1290. Qani ochilchi. Nimaga bu ochilmadi? Demak, yana bitta nimadir bor, kavlash kerak. Menimcha Chinursin, bo'sh ekan obunachilar. Yana topish kerak. Qayerda ekan endi u sanduqda? Albatta sanduq chiqadi. Shunchasida sanduq chiqqandan keyin mana ko'rshapalak nima qilyapti bu yerda? Obunachilar, iltimos obuna bo'lib videomga like bosib qo'ying, sababi birga bo'lishimiz kerak. Bu qanaqa? Mana shu bo'lsa kerak, yana fake bo'lmasa. Endi shu kodni borib teramiz obunachilar. Mana bu yerga o'tib olamiz. Lekin 58. Bo'ldi. Ochildi obunachilar. Ajoyib ochildi. Bu qanaqa labirint? Mana nima? Qo'chqormi? Chinursin, o'ldirish kerak. Yaramas, jolimni olarkan obunachilar. Lapatga. Mana bu yerda yana bitta bor ekan. Buni ham o'ldirish kerak. Bo'ldi obunachilar, labirintdan qanday o'taman? Aylanib yuribmanmi bitta joyda yoki yo'q, bilmayapman umuman. Qayerdan chiqish joyi qayerda endi buni? Qayerda ekan obunachilar? Yana bittasi kelyapti. Chinursin, bo'ldi. Urdik obunachilar. Ajoyib. Rechagmi? Rechag nimagadir kerak bo'ladi. Mana bu yerda yana bitta bor ekan. Ajoyib. Buni ham urdik. Xo'sh, yana qayerdadir bo'lishi mumkin obunachilar. Mana buni ham uramiz. Lonatda juda qattiq shoxlar ekan. Jonni ham olarkan obunachilar bular. Ajoyib. Xo'sh, chiqish yo'li qayerda endi? Mana obunachilar, rechagim bor. Pastga qo'yamiz. Ochildi. Ajoyib. Golemlar nima? Golemlar nega bu yerda turibdi? Ana bu yerda sanduq bor ekan. Qurollar obunachilar. Qurollar turgani, demak golemlar bilan urushasan degani. Kim qilgan o'zi bu narsalarni?
Xo'sh, golemlar yaxshimisizlar? Jin nima oldingi golemlar indamas edi-ku. Voy, sizlarga hech narsa qilmadim, hali nimaga meni uryapsizlar? Okey, bo'ldi, davay kelinglar, mayli jang qilsak jang qilamiz, lekin tez o'lishyapti obunachilar. Davay bitta kelinglar, lekin kuchim yetadimi umuman bilmayman. Okey. Xo'sh, ana bu yerda yana golemlar bor. Ajoyib. Mana bularni ham bo'ldi obunachilar, bitta qoldi. Hozir o'las edim. Ajoyib, endi tepaga chiqib olish kerak. Yaxshi. Xo'sh, qurollarim bor. Mana bu qanaqa joy bo'ldi endi? Teshikcha bor ekan tepada obunachilar. Mana bularni inventarimga qo'yaman. Mana bu narsani bilaman. Mana bu bizni kichkina qilib qo'yadi obunachilar. Mana bunisi esa o'zimizni holga qaytaradi. Demak, ana bu teshikka kirishimiz kerak bizlar. Kichkina bo'lamiz. Okey. Yo'q. Okey, juda sekin chiqargan, lekin mayli obunachilar, mana bu suvning ichiga tushishimiz kerak endi. Ajoyib. Xo'sh, mana bu yerdan tushamiz endi sekinroq. Okey. Obunachilar, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lmaganlar, obunachilarim obuna bo'ladi albatta-da. Tezroq birga bo'lishimiz kerak. Sizga qaysi YouTuber yoqadi, buni ham kommentariyaga yozing. Endi mana bu yerdan tushib ketamiz. Okey, tezroq bo'lsang-chi. Mana ko'rdim, endi kattaga aylanamiz. Bo'ldi obunachilar, o'zimni holimga qaytdim. Yaxshi, mana teshikchadan tushdim. Obunachilar muncha mayda-cha bu. Okey, xo'sh, mana bu yana nima bo'ldi? Qanaqa lava bo'ldi? Bo'ldi, tushundim obunachilar. Knopka bor lavada, topishimiz kerak bizlar. Bizlarda endi baliq tutadigan narsa bor. Qayerda ekan endi lava? Chinursin, endi buni qanday topaman obunachilar? Balkim mana bu taraflarda turadi. Mana shu yerda. Yo'q, bu yerda emas. Mana bu yerdadir. Tavakkal qayergadir otib ko'rishim kerak, lekin mana shu yerga o'tamiz. Yo'q, ochilmadi obunachilar. Endi mana bu yerga ochilmadi obunachilar. Shu yerga deb o'ylagandim. Qayerga o'tsak, mana shu yerga o'tib ko'raylikchi. Ana shunga qani ochildim. Ochildi obunachilar. Davay, mana bunday qilamiz. Ip uzilib ketmasa bo'ldi. Eng muhimi bo'ldi, qo'yib yuboramiz. Kirib bo'ldik obunachilar. Ajoyib. Effektlar tusharkan, knopkani bossa qanaqadir, qani ishqilib o'zimizni o'ldirmasak bo'ldi. Jon ketdi obunachilar. Nima o'q otishibdi, mayli, uncha ko'p jonni olmadi, lekin qandaydir effekt paydo bo'ldi. Bosaylikchi, nima tusharkan? Yana bitta o'q otishdi, la'natni. Tez yugurdim. Demak, bular o'q otadi, o'qning ichida effekt bor. Chinursin, jonimni o'lyapti, la'natni. Mana bu yerga chiqa olmayman hamda obunachilar. Demak, tepaga sakraydigan effekt kerak bizlarga. Qani? Yo'q, emas. Demak, mana shumi? Davay, shu bo'la qol. Bo'ldi, paydo bo'ldi. Quyonni rasmi paydo bo'ldi. Ajoyib. Davay, bunday sakraymiz dagin. Endi bunday tushamiz dagin. Bular nima lavaga tarib yuboradi. O'tirib olsak yetara olmaydi obunachilar. Hech qayerga tusha olmaymiz o'tirib olsak. Mana unday qilib bo'ldi. Mana bu yerdan o'taman. Bu yerdan ham sakrab, bu yerdan sakrab o'ta olmasam kerak desam, o'tdim. Qoyil, o'zimga qoyil obunachilar. Mana bu narsalar nimadi? Mana bu narsa nimadi? Endi qiziq, bular bilan nima? Ventilator obunachilar. Tepaga uchib chiqib ketamiz. Mana bular bizlarni tepaga uchirib chiqarib yuboradi. Bunday qilamiz. Endi mana bu yerga ulab chiqamiz. Endi rechakni davay bosamiz obunachilar. Let's go. Obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Tezroq obuna bo'linglar. Birga bo'lishimiz kerak. Sababi davay bosamiz. Uchiryapti. Davay eshikni oldiga. Bo'ldi. Ajoyib. Bu qanaqa joy bo'ldi endi? Nima tugadimi? Boshqa hech narsa yo'qmi? Ishqilib shunday bo'lsin. Bular qanaqa narsalar bo'ldi obunachilar? Demak, tugadi. Mana bu yerda sovg'ada bular obunachilar, boshqa nima bo'lsin? Ajoyib, lekin bu yerdan qanday chiqaman? Yana qaytib boramanmi orqaga, bilmadim, lekin sanduqdagi narsalarni ko'rish kerak. Mana bu televizormi? Eski televizor yozib qo'yilgan o'zi. Bular temir bloklar obunachilar. Nima bu endi obunachilar? Bunaqa bloklarni oldin ham ko'rgandim. Qayerdan chiqsak bo'ladi endi?
Mayli, mana bu yerdan chiqib ketamizmi obunachilar? Yo'q, sandiqning ichini ko'raylikchi. Bizlarga kerakli yana nimadir bo'lishi mumkin. Iltimos, siz tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'ying. Mana bu narsa nimadir? Mana tepaga uchirib yuborar ekan. Qaranglar buni. Ajoyib. Bu shapka nima qiladi? Bu oddiy narsa bu obunachilar. Hazil tort, kaktusli tort. Nima qilyapti bu yerda? Qiziqarli narsalar juda ko'p ekan bu yerda. Fonar bor bu yerda, yana nimalar bor? Bo'yoqmi? Nima mana bu? Bilmadim buni. Bu bo'yasak kerak nimadir-da. Qanaqadir narsalar bor. Mana bu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Okey, shaxtadan chiqib kelyapman. Men o'zimga kerakli narsalarni ham olib keldim. Mana teshikni ko'raylikchi. Jin ursin. Haliyam turibdi obunachilar, bu shaxtadan yo'l ochib chiqib keldim men tepaga. Xullas, barchaga xayr, sizlar bilan men kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, kanalimizga obuna bo'ling. Mana bu yerni men tuzatishim kerak. Barchaga xayr obunachilar. Tushib ketdi. Xayr.